Eron davlat televideniyesi boshlovchisi Oyatulloh Ali Xomeneyning vafot etganini ko'z yoshlari bilan e'lon qildi. Musulmonlar yetakchisi va imomi Hazrat Oyatulloh Said Ali Husayni Xomeney Eron Islom Jamhuriyatining muqaddas maskanini ulug'lash yo'lida shahidlikning shirin, sof dashtiga g'arq bo'ldi va Alloh taoloning oliy osmon makoniga yo'l oldi. Bu bayonot Isroil va AQSh rahbarlari Oyatullohning o'ldirilgani haqida ma'lum qilishganidan so'ng Eron rasmiylari bir necha soat sukut saqlagandan keyin yangradi. Rasmiylar uning o'limini tasdiqlagach, odamlar motam uchun ko'chalarga chiqa boshlashdi. Biz eng aziz insonimiz, buyuk oqsoqolimiz, rahnamomizni yo'qotdik. Shu sabab bu yerga yig'ildik. Rostini aytsam, nima deyishni ham bilmayman. Shahodat bu bizning sharafimiz, bu bizning haqqimiz va rahbarlarimizning shahid bo'lganlari shubhasizdir. Ammo dushmanlar chegaradan oshib ketdi. Biroq tunda rasmiy xabarlar hali tasdiqlanmasdan avval o'zgacha munosabat ham kuzatilgandi. Ba'zi eronliklar AQSh Isroil hujumi oqibatida Oyatulloh Xomeneyning o'limini olqishlab ko'chalarga ham chiqishgan.